Hamma yo'qda odobi bor. Hojatda, hammomda, oshxonani, uyda, joyda, yotishda, uxlashda odobi bo'lgandek internetda odobi bor. Albatta ko'proq o'ziga alohida akkaunt ochib olgan, YouTube'da yoki Instagram'da yoki TikTok'da nimadir ochib olganlar, akka narsa qo'yayotganingizda savol bering. Birinchi o'rinda shu qo'yayotgan narsam dinimga, millatimga, mentalitetimga, mentalitet degani yashab turgan joy degani. Oxiratimga, qonunimga, or-nomusimga, erkakligimga, ayolligimga to'g'ri keladimi shu video, shu rasm, shu gap? To'g'ri kelmaydimi? Qo'yma oshna bu narsa. Keyin ko'rayotganda, shu ko'rayotgan narsam to'g'ri keladimi? Iymon, e'tiqodimga, meni millatimga to'g'ri kelmaydimi? Ko'rmaslik kerak. Nabarot, like bor, dislike bor bilsanay. Hammamiz dislike bosaylikda o'zi o'shini qulublab qo'yadi kompaniya o'zi. Ha, bugun internetdagi yosh avlodni buzib video qo'yayotganlar kimlar? Shu yurtni farzandlari, o'sha o'g'il bolamidi, qiz bolamidi, kezalakka o'xshab chiqib qiliqlarni qilib qo'yayotgan, uyatsiz. Hatto uyda erini, o'g'lini oldida kiygani uyatadigan kiyim bilan videolar qo'yishyapti. Ha, bugun millionlab ko'riladigan videoga shu narsalarni qo'ygan. Ha, buni yoshlar ko'rib, ne qarasiz 6 ming, 10 ming, 70 ming, 80 ming yurakcha bosilgan. Nimaga? Shunga 70 mingta yosh avlod rozi bo'lyapti shunga degan.